Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz birodarlar, agar biror bir do'stingizni ibodatga, hidoyatga chorlasangiz, sen to'g'ri gapiryapsan degan javobni beradi. Yoki Xudo xohlasa deb yaratgan Rabbimizni ham xohlamayotganga chiqaradi. Yoki seni yomon ko'rishlikni, nafsi bilan senga yomon qarashlikni uddasidan chiqadi. Shunga qaramasdan birodarlar, do'stingizni bir bora bo'lsa-da ibodatga chorlang. Qiyomatda, oxirat kunida yaqangizdan olishlikni uddasidan chiqa olmaydi. Imkoni qolmaydi. Omon bo'ling.